Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Qiynalyapsanmi? Hammasi kuchsizlikdan kelib chiqadi. Ruxsat bersangiz, sizga bir savol bermoqchi edim. Odamlar teng bo'lishi mumkinmi? Hozirgi vaqtda odamlar tenglik haqida juda ham ko'p gapirishadi. Bitta buyuk odam aytgan ekan, hamma odamlar teng bo'lib tug'ilishadi. Ammo uning bu gapi qanchalik to'g'ri? Haki o'sha gapiga qarama-qarshi gap aytgandi. Odamlar tug'ilishi bilan o'sha tenglik yo'qoladi deb aytgandi. U faqat kuchli mehnat qiladigan odamni yoki dangasa odamni belgilashini aytgandi. Har qanday holatda ham odam har doim o'zi haqida qayg'uradi. Bu olamda tenglik xato tushuncha bo'lishi mumkin. Lekin odamlar tengsizlikni qabul qilishi juda ham qiyin. Kechirasiz. Balki joy berardirsiz, a? Bu imtiyozli joy edi. O'shan uchun joyingizdan tura olasizmi, iltimos? Xo'sh, go'zal qiz. Bu imtiyozli joy bo'lsa ham uni bo'shatishim kerakligi haqida hech qanaqa belgi yo'q. Yoki yosh bo'lganim uchun joy beradi o'ylayapsanmi? Qanday sodda. Balki men undan yoshdirman, lekin turganimda ko'p kuch sarflayman. Nimaga? O'zim uchun bunaqa foydasiz narsani qilishim kerak. Bundan tashqari, buvijon tik turishga qiynalib o'tganga o'xshabotdi. Menga bunaqa oliyjanoblik qiz emas. Umuman, buddagi boshqa joylarga nima qilgan? Menimcha imtiyozli va oddiy joylarda hech qanaqa farqi yo'q. Xavotir olma. Hammasi yaxshi. Rahmat. Kechirasizlar. Kimdir buvijonga joy bo'shatib bera oladimi? Manikini olishingiz mumkin. Kattakon rahmat. Bekat. Bu meni yangi maktabim ekanda. Zamonaviylashtirilgan Tokio yuqori maktabi. Kelajakda davlat tayanchiga aylanadigan o'smirlarni tarbiyalash uchun hukumat tomonidan qurilgan. Universitet va kollejlarga muvaffaqiyatli kirish kafolati va ilg'or o'qitish usullari hukumat ko'zlagan maqsadiga erishish imkonini beradi. To'xta. Sen avtobusda menga qarading. Nimaga? Kechirasan. Shunchaki san ham joyingni bermoqchimasga o'xshab ko'ringanding. Ortiqcha e'tiborni yo'qtirmaysanmi? Noto'g'ri. O'zim xohlaganim uchun joy bergim kelmadi. O'zi nima deyotganiga tushunyaptimi? Bu undan battar-ku. Unda xayr. Endi bizani Talabalar kengashi prezidenti so'zga chiqadilar. Talabalar kengashi prezidenti Horikita Manabuman. Yuqori sinf vakili sifatida shuni aytmoqchimanki, ochilish marosimi nutqiga bir ikkita ko'rsatmalar qo'shmoqchiman. Hammanglar eshitgan bo'lsanglar kerak. Bizning maktabimiz har tomonlama ustun va boshqalar orasida eng yuqori o'rinda turadi. Bu yutuqdan hammamiz juda ham faxrdamiz. Bunga shodda o'qiyotganlar ham va bitirganlar ham kiradi. Xuddi shu narsani yangi o'quvchilardan ham kutib qolamiz. Bitta sinfda o'qiymiz. Hamma narsa qiymat bilan belgilanadi. Tushunarli. Seni yoqtirgan janring qanaqa? Janr menga romantik yoqadi. Syudzo mangaga o'xshash. Mistitika? Hayron qoldingmi? Ha, hayron qoldim. Yonma-yon o'tiramiz ammo.
yoqimsiz tasodif. 同感だ Kechirasizlar. Bir daqiqaga mumkinmi? Hamma bilan tanishib olishga nima deysizlar? O'shanda bir-birimizni yaxshiroq bilib olib, tezroq do'stlashgan bo'lardik. Bundan tashqari hali o'qituvchi ham kelmadilar. Xo'sh, Men roziman. Qiziqarli eshitilyapti. To'g'ri. Men ham sizlarning isminglarni bilmayman. rahmat. Men unda birinchiman. Men Hirakata Yosuke. Shunchaki Yosuke deb chaqiringlar. Men sport bilan shug'ullanaman va maktab futbol jamoasiga qo'shilish niyatim bor. Tanishganimdan juda xursandman. Garov o'ynashi mumkinki, o'z sinfimizning lideri bo'ladi. Xo'sh, endi esa men. Meni ismim Koshida Kikyo. Va hammanglar bilan do'st bo'lish xohlardim. Juda ham ko'p xotiralar yaratmoqchiman. O'shaning uchun uyalmasdan chaqiravringlar. Ajoyib! U bolalar va qizlar orasida mashhurlikka erishadi. Ha aytgancha, allaqachon uning atrofida do'stlarim Chiroyli mavjud. bolalarni esa yomon ko'raman. Menimcha, buni eslab qolish Ulardan kerak. marziyalarni qabul qilishga tayyorman. Hozir sinfimiz qaysi o'rinda bo'lishi Yamaguchi aniqlanyapti. Haruki. Boshlang'ich maktabda ping-pong Harakat bo'yicha qilib milliy ko'rsam ekan? chiqqanman. O'rta maktabda basketbol Yo, komandasida rahmat, hujumchi kerak bo'lganman. emas. Menimcha bekorga kulguga Jarohatim qolaman. bilan tuzalgani yo'q. Yoki bu bilan ularni O'rta qo'rqitaman. maktabda musobaqami? Mendagi narsani qanaqadir iste'dod yoki hobbi deb bo'lmaydi. Shunchaki men oq qarg'aman, erkin parvoz qilaman. Endi Sanigalin. Men o'zimni tanishtirishga majburman. Menimcha birinchi safar uchun hammani hayron qoldirishga harakat qilishim kerak. O'zimni maktabdagi hayotim uchun. Xo'sh. Meni ismim Ayana Koji Kiyotaka. Birga o'qiyotganimizdan xursandman. Va yana hech qanaqa ajralib turadigan tomonlarim yo'q. Sizlar bilan do'stlashishga harakat qilaman. Janorson hammasi kerakli joyga kirdi. Tanishganimdan xursandman. Ayana Koji. Do'st bo'lamiz. Bir qatorda o'tiramizmi? Xo'sh, endi Yana qanaqa tanishuv? Nima bog'chadamizmi? Xolasini tanishuringlar, lekin menga tegmanglar. Qani hamma Ha? joyiga o'tirsin. Mancha Bashira Sayi. Sizlarning sinf rahbarlaringman. Bu maktabda sinflar o'zgarmaydi. 3 yil davomida D sinfiga javob beraman. Ya'ni sizlarga. Sizlarga qoidalar kitobini beraman. Bir-biringlarga uzatinglar. Bu maktabda o'ziga yarasha qoidalari bor. Sizlar yotoqxonada yashaysizlar. Maktabdan tashqari erkinliginglar qattiq chegaralanadi. Lekin xavotir olmanglar. Maktab butunlay avtonom hisoblanadi. Bu yerda sizlarga kerakli bo'lgan hamma narsa bor. Hattoki dam olish joylari ham. Xizmat yoki narsa sotib olish uchun sizlar ball ishlatasizlar. Bu maktabda hamma narsani balga sotib olasizlar. Ballar har oy birinchi sanada tashab beriladi. 1 yen, 1 balga teng. Har bittilarga 100 ming baldan berilgan bo'lishi kerak. 100 ming? Rostdanmi? Ajratilgan pullardan hayron qoldinglarmi? Bu maktab sizlarni xizmatlaringga qarab baholaydi. Bu summa shunchaki bu yo'lga kira olganinglar uchun tashlab berilgan. Kattakon rahmat. Bu narsa ko'proq pulga o'xshar ekan. Bitta sinfda 25 ta o'quvchi bor va yana 4 ta parallel sinf ham bor. Jami 300 ta talaba. Agar har bir o'quvchiga oyiga 100 ming yendan olsa, unda yiliga 360 million yen bo'ladi. Bu esa hattoki hukumat uchun ham qimmat. Yana bitta yoqimsiz tasodif. Tinchlan, bu shunchaki tasodif. Sen bilan yonma-yon o'tirar ekanmiz. Kelishib olsa yaxshi bo'lardi. Isming nima? Nima, hech bo'lmasa shuni ayta olmaysanmi? Javob berishni xohlamasamchi? Hech nima qilmaydi, lekin yonma-yon o'tiradigan odam ismini bilmaslik bu qanaqadir g'alati. Horikita Suzune. Horikita?
Talabalar kengashi prezidentiga o'xshabmi? Judayam ko'p tejavuzsan. Sen bundan ko'ra qimmatrog'ini olsang bo'lmaydimi? Kerak emas. Lekin Yana qaytaraman. Kerak emas. yaxshi. Sen qizlar bilan gaplashishni bilmas ekansan. Bu gapirishingdan ayon. Ha, shunaqa. Lekin ko'rishimcha sen ham mendan yaxshi emassan. Lekin sendan farqli ravishda men muloqotga ehtiyoj sezmayman. Tekin Bolani hammasi menimcha balani butunligiga tugatganligiga bo'lsa kerak. bir oyda 100 millionni ishlatish qanday yaxshi. Menga yuqorida qarab o'salarmi? Ha? Xo'y, axir sen bir D sinfidansan-ku. Ha? Xo'sh, nima qildi? O, kattalar bilan shunaqa gaplashadimi? Bunaqasi ketmaydi. Xohlaganim. Toshini ter. Adashmasam, u bizning sinfimizdan-ku. Uni o'rnida bo'lganimda jimgina ketgan bo'lardim. Nima? Qani kellaring. Ha! Bugun omading keldi. Sizlar allaqachon omadsiz bo'lgansizlar. Yana ozgina va sizlarning hayotingiz tugaydi. Nima qochyosalarmi? Baqir. Tez orada hammanglar haqiqiy do'zaxga tushasizlar. Do'zaxga? Jin ursa. Tez orada sinfimizda guruhlar paydo bo'lishni boshladi. Manam sizlar bilan. Kechir, meni hali ishlarim bor edi. Men buni bor yo'g'i 80 mingga oldim. Baribirga 100 mingdan olamiz-yu. Men bu so'nggi juda ko'p o'yinlarni sotib oldim. Keyin men ham Keyin sotib olaman, birga birga sotib o'ynaymiz. olamiz. Keyin darsdan keyin sotib olamiz. Manam sizlar bilan. Shunaqa qilib hech kim bilan do'stlasha olmadim. Voy bechora. Sen ham yolg'izsan-ku. Ha. Chunki yolg'iz bo'lishni yaxshi ko'raman. Yaxshisi oshxonaga boraman. Anu, Ayana Koji, to'g'rimi? Ha, sen Koshidamiding? Rahmat. Ismimni eslab qo'yganingdan xursandman. Yaxshi. Xo'sh. Anu, gaplashib olsak bo'ladimi? Ayana Koji, Horikita bilan yaqinga o'xshaysizlar. Ha, yo'q. Men unaqa demagan bo'lardim. Lekin u bilan gaplashadigan yagona odam faqat sensan. Men maktabda hamma bilan do'stlashishni juda ham xohlardim. Lekin Horikitani kontaktini so'raganimda u yetmadi. U hech kim bilan do'st bo'lmoqchi emasligini aytdi. Ha, u o'ziga o'xshavotdi. Lekin u bilan dugona bo'lishni juda ham xohlayman. Menga yordam bera olasanmi? Yordam berishim kerakmi? Yordam bermaysanmi? Yamato hukmdori. U Kimi unvoni bilan nomlangan. Yaponiyaning harbiyda hurmatga sazovor oilalari o'z kabanini boshqargan. O'zi odamlarni har xil qonga egaligini anglatgan. Kabani esa hurmatini bildirgan. Xullas, boshqaruv tizimida qon hamma narsani hal qilgan. Bugunga yetarli. Uyga vazifa esinglardan chiqmasin. Rostdan ham haqiqiy bog'cha. O'quvchilar sinfda o'ynab uxlashyapti. Lekin o'qituvchiga umuman farqi yo'q. Rostdan ham shu maktab davlat tomonidan ta'minlanadimi? Balkim ular bizani mas'uliyatli o'qimoqchidir. Balki. Xo'y, agar band bo'lmasang, men bilan bitta joyga bora olasanmi? Mendan nima xohlaysan? Meni taklifim yana boshqa narsani anglatishi mumkinmi? Undan ko'ra aniqroq narsani eshitsam yomon bo'lmasdi. Savdo markazidagi kafe haqida eshitganmisan? U yerda faqat qizlar bor ekan. Meni iltimosim esa men bilan birga bora olasanmi? Nemayman. Yolg'iz borishga jasoratim yetmayapti. Xuddi u yerda menga joy yo'q deb his qilaman o'zimni. Boshqa odam yo'qmi?
Menimcha rostdan ham yo'q. Bu menga og'ir botsa ham boshqa odam yo'q. Odam juda ham ko'p ekan. Bu yo'lda birinchi martamisan? Ha, esimdan chiqibdi. Sen doim yolg'izsan-ku. Bu nima deganing? Yosh bola. Bu stol bo'shadi, ketdik. Nima deb o'ylaysan? Tashqaridan bizni sevishganlarga o'xshaymizmi? 見えたりし Ha, o'xshamaymiz. Hozir bo'ladigan narsani o'ylashim bilan xavotirga tushaman. 痛い Horikita! Qanday tasodif! Sen ham shodamisan, Ayanakoji? Bu yo'lga tez-tez kelasizlarmi? Bugun birinchi marta. Tushunarli. Men yolg'izman. Men ketdim. Xo'y, axir endi kelgandik-ku. Ko'shida shodda bo'lsa, demak senga kerak emasman. Lekin bizlar Koshida bilan shunchaki tanishmas. らしい Men bilan ham shunaqa. Va yana. Bu menga yoqmadi. Senga nima kerak? Nima deyapsan? Axir bu tasodif. Koshida. Nima deyapsan deyishing kerak edi. Ammo endi kech. Mana bu stolda o'tirgan qizlar. Ularning yonidagilarga o'xshab, hammasi D sinfdan. Tasodifmi? Eslab qolganingdan hayratdaman. Hattoki ularni sezmadim ham. Dars tugashi bilan darrov keldik. Bu degani, ular kafega kirganiga 1-2 daqiqa bo'lgan xolos. Ketishga juda voqli emasmi? Anu, Kechir. Hammasini uyushtirgandek. Bilgandim. Horikita! Iltimos, do'st bo'lamiz. Meni tinch qo'yishingni xohlayman. Men hech kimga xalaqit bermayman. Lekin unda sen yolg'iz qolasan. Hech qachon o'zimni yolg'iz his qilmaganman. Vaqtingni ketkazma. Har bitta so'zing meni asabimga tegayapti. Xo'y, ishonching komilmi? このまま Agar hozirni o'zida do'stlar orttira olmasang, mana shu 3 yil davomida yolg'iz o'tasan. 9 yil davomida yolg'iz edim, lekin nolamadim. Bog'cha bilan, undan ham ko'p. Kechir. Endi Horikita meni deb seni ham yomon ko'rsa kerak. Yo'q, xavotir olma. Demak endi dugona bo'la olmas ekanmiz-da. Hattoki sinfdoshim bilan ham do'stlasha olmasam, demak maqsadimgacha hali ancha bor. Menimcha Horikita o'zini chegaralayapti. Rostmi? B sinfidan Ichinose Xonami. Biz kecha do'stlashuvdik. Demak, sen boshqa sinfdagilar bilan ham do'stlashasanmi? Ha, B sinfida yaxshi bolalar ko'p. Lekin tan ol, bizning maktabimiz ajoyib, shunaqa emasmi? Bu yerda shuncha do'konlar bor va yana har oy 100 ming yena. Menimcha bu maktabda pul bilan birozgina oshirib yuborishgan. To'g'ri. Sen ham shunday o'ylaysanmi? Nomi ham g'alati, bal juda ham chalg'itadi. Hammasiga ketma-ket sarflaysan. Pullarga e'tiborliroq bo'lish kerak. Muhim narsalarni tejash kerak emas. Masalan, atir sovun yoki shampun. Ichki kiyimlar ham. Ha, Horikita xuddi shunday qiladi. U pullarni qanaqa ishlatishini bilaman demoqchimisan? Rostdan ham yaqinsilar-ya. Bu shunchaki tasodif. U menga juda ham yaqin. Xo'p, bo'lmasa ertaga bo'la qolsin. Lekin umuman olganda bu haqiqat. Oyiga 100 ming yen. Qoyil. Juda ham ko'pchilik o'quvchilar pullarni hammasini ishlatib bo'lishdi. Hattoki oxirini o'ylab ham o'tirishmadi. Kundan kunga ularga farqi yo'qdi. Pullarni hammasini ishlatishardi. Lekin bitta qiz unaqa emasdi. Va ustoz ham
Ularga hech qanday ogohlantirish bermadi. O'shaning uchun ham sinfda gaplashish, darsga kirmaslik, kech qolish odatga aylandi. Isrofgarchilik va zo'ravonlik sinfda hukm surardi. Keyin esa birinchi may keldi. Rostdanmi? Sanda ham shunaqami? To'g'ri. Joyinglarga o'tiringlar. Tarbiyaviy soat boshlanyapti. Ustoz, nima biz ochkolarimizdan nomadu? Axir bizga oyga birinchi sanasida tashlashligi kerak, shunaqa emasmi? Yo'q. Ballarni taqsimlash allaqachon yakunlangan. Lekin Ballar allaqachon taqsimlab bo'lingan. Bu aniq. Taqsimlanish vaqtida xatoliklar yuzaga kelmagan. lekin bizga hech narsa olmadi. To'g'ri. Bilasizlarmi? Sizlar judayam ahmoqsizlar. Jami 98 ta kech qolish va darsga kirmaslik. 391 ta telefondan foydalanish va darsda gaplashish holati. Bular bor yo'g'i bir oyda bo'lgan. Bu maktabda sizlarni bahoyinglar va odobinglar to'g'ridan to'g'ri sizlarni ballaringga ta'sir qiladi. Mani kuzatishlarimga ko'ra, sizlar qabul qilish kerak bo'lgan barcha ballarni yo'qotdinglar. Bu oyda sizlarga 0 ball. Aytmoqchisizki, bizani pulsiz qoldirasizlarmi? Nimaga? Bizga hech kim aytmadi. Sizlar rostdan ham qanaqadir o'quvchilarga shunchaki tekinga oyiga 100 mingdan beradi deb o'yladinglarmi? Qanday sodda, qanday bema'nilik. O'zinglar o'ylanglar. Agar ikkilangan bo'lsanglar nimaga hech nima qilmadinglar? Axir sizlarni ogohlantirgandim. Bu maktab xizmatinglarga qarab baho beradi. Demak, sizlar hech nimaga arzimaysizlar. Hammanglar axlatsizlar. Elitalar sinfiga xush kelibsiz. Play Marketdagi Anibla ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Anibla studiyasi. Biz bilan birga bo'ling. Fransua 6. Delaroche Foucault. Maksimal va axloqiy mulohazalar.